Bir vaqtlar dunyoning ikkinchi qudrati sifatida e'tirof etiladigan Rossiya Federatsiyasining poytaxti bo'lmish Moskvaga bugun ukrainaliklar bemalol dron uchirmoqda. Ayrim yoqib yuborilgan videolarni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ma'lumotcha aytib o'taman, bu shaharni kamdan-kam qo'mondon zabt etgan. Napoleon Bonapart adashmasam, Mo'g'ullar, Amir Temur yoki Qrim xonligi. Urush ming yillardan beri o'sha urush. Qonun, qoidalar o'zgarmagan. Taktika va qurol-yarog'lar o'zgargan bo'lishi mumkin. Xususan, mashhur xitoylik sarkarda Sun Tzuning Urush san'ati kitobida xuddi shunday joylari bor. Agar urush cho'ziladigan bo'lsa, resurslaringiz kamayadi, g'ayratingiz pasayadi va qurollaringiz ham o'tmaslashib qoladi. Sizni byudjetingiz kamaygan sari sizni raqobatchilaringiz bundan foydalanishga harakat qiladi deb. Hozir Rossiya pasaymoqda, Xitoy va Yevropa ittifoqi bundan foydalanishga harakat qilyapti. Va mana shu kitobni o'qisangiz, urushga bo'lgan fikringiz va dunyoqarashingizni ancha rivojlantiradi. Sun Tzuning Urush san'ati kitobi. Shu kitobni o'qishni esdan chiqarmang.